yerga qarab judayam bir befarosat qiz ekansiz, Zilola. Juda farosatsiz qiz. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. O'zingiz uchun his etib yashang o'g'lingiz bilan. Sizni ijodiy sevamiz. Rahmat. Kuma. Sizdan zo'r qo'shiqlar kutib qolamiz. Rahmat. Moskvaga ham salom. Paltosi Yulduz Usmonovani sevardim qo'shiqni ishlatajaksan. Otga aytdi. Shuni ayting apa. Diğer hayatımız bilan bezifek siz juda go'zalsiz. O'g'lim 1,5 yosh bo'lish arafasida. 1 yoshu 3 oylik. Ajrashgan ayollarning sizni yaxshi ko'raman. Farosatlarim anchagina bilib, mo'ga o'xshagan shunaqa gap ham yozadim. Hepga baribir zo'r gapingiz. 32 yoshman. O'sha 30'lı yoshlarni dim yaxshi ko'rdim. 30 atrofimdagi yoshni. Odam juda ko'p narsani tushunib, bosilib 30'lı yoshingda yana dim bir boshqacha yosh bo'ladi ekan. Kimda shunday bo'lgan? Men o'sha 30'lı yoshlarimni dim yaxshi ko'rdim. Rasmiyat telefona. Benim telefonum üstünde Murat'ın resmini ko'p-ko'pman, mazzi resmini. Sizni yaxshi ko'ramiz, Murat baxtga sabri, rahmat. O'qimasa qisliqib o'ladilar gapi ichimda qolib. Shuni ayting, opajonim, mehribonim. Onam kasalman demak, bolam kasalman demak, holi yomonman demak, ado bo'laman. Canım apam, cennetim apam, yürekim apam. Apam, babacanım, babacanım, babacanım. İnşallah yaxshimisiz kesdi arkadaşlar. Daha xalasa yaxshi kunlarda, to'ylarda görüşəli. Men ham shunday 32 yoshman, lekin dim yosh qizman deyman o'zimcha. O'zi ichi hamma, hattoki 70 yoshli onaxonlarimizdan içinde ne bo'ladi? Erkak bir qiz bo'ladi içinde. Men shuningda bo'layman. Qarri analaringizni erkalab uni deb o'pib onda siz qo'ysingni deb o'tiradi-ku. Shu ichindagi erkak qizi bo'ladi hammani baribir. Uncha erkaklarsiz. Samarqandga albatta boraman. Ana orzularim malikasi. Apam men ham boshlab yozadi, kommentariy yozganda orzularim malikasi Marvaridim. Deb. Vokalga borganmisiz? Vokalga o'zi konservatoriyada o'qiganman, bizda o'rgatilardi. Hozir konservatoriyada bizda oldin hamma общий o'qiradi, hamma masalan an'anaviy ham shu yerda hamma cholg'u asboblar bitta zdaniyada o'qiganmiz. Hozir u bo'linib ketibdi. Buni ham oqshom kecha bildim. Shu kecha konservatoriyada o'qiydigan bolalar nomlari ham o'zgaribdi. Burxoniy dedimi bilmayman, no dedi. An'anaviy отдельный bo'lgan, cholg'u asboblar отдельный bo'lgan. Shunaqa bo'pti. Biz paytimizda lekin hammamiz bitta zdaniyada o'qiganmiz. Zo'pizni operatsiya qildirganmiz yo'q. Lekin zo'pim bor, operatsiya etmayman. Osalim, Farangiz, ne? Jamila bilan o'chatirmiz. Farangiz. Yazganınızda okumadım hali. Okup yazamam size. Qora çay aldım. Yaxshi. Qashqamadim. Qashqamadim. Ne yaptın? Aşağı uzam salam. Siz menden yaxshi ko'raman. Biza yana konsert uyushtiring bayram arafasi. Xolos. O'qib yozing. Da yozaman. Siz nimalar qildirasiz? Juda ham
yuzimga shu oxirgi marta kosmetologimga borib ozgina karboksiterapiya bilan 5 tochkali bir narsa qildilar. Men uncha tushunmayman, protsedura nomlari esimda qolmaydi. Shuni qilganmiz, bo'ldi. Bizani posadkamiz boshlandi. Chanchis aka, karvaka to'ya kelganmisiz? Dum ko'p boraman hozirsa. To'yancha som bilan kelasiz. 23-da konsert boshlaydi Shaka Xorazmda. Geladonlar bormi? Men ham boraman. Qurralay, ko'zi qurralay deb o'ynab kejakman. O'g'iltoy yaxshimi? Va rahmat, xudo shukr. Yaxshiman, rahmat. Siz ham dilayman har kun. Shahlo yuzingiz jирныйmi yo suxoymi? Kombinirованный meni yuzim. Shu zonalar yog'li, berlar suxoy masalan. Shuning. Ham o'ta чувствительный, ta'sirchan meni yuzim. Masalan, shunda inozi iberming deb qoshidim, yana qizardi. Чувствительный da. Dum ta'sirchan yuzim. Yaxshi tezasiz. Erkalataradiz bilan, apazukangiz bilan. Va. Hozir ham shuningmiz uyda. Ukam ham shu opachanim deb yuridi. Yulduzni, gelinimni, voy bu ukam dimjillatadi yulduzni. Jannatim xotinim dedi. Ukam dim gulgilah uyda. Uyimiz ish qilib, uyimiz jannat. Allohga behisob shukr, oilamiz tinch. Baxtli. Jannatim xotin yulduz deb. Shahridan göz değmesin, yaşlar nispeten yüzüzdüğüne geken maşallah. Gözler teginaga shishgan. Shu hozir uxlab turib keldim oxir aeroportda. Yaxshi ko'ramansan juda Buxoroga ham kelib, xudo xohlasa biram. Chunki men ham arim aytadi shu gapni. Zo'r gap-ku. Birinchi soma kelasiz. Administrator bilan bog'lanasiz. Surxondaryoga ham salom. Andijonga ham salom. Rahmat. Erkak emas u. U ayol kishi, Levidan kirib yozib o'tiribdi. Blok qildimi shu? Blokim to'lib ketgan. Nega anaqa so'kinib yozadiganlarni? Salom. Muxlisizman, rahmat. Qayerga uchasiz? Xorazmga. Sizni ijozat yo'qlab. Toshkentga kelasiz. Toshkentdami hozir? Yangi yildan keyin kelaman, xudo xolsa. Sunnat to'ylar ham boramiz, salom. Turkmaniston ham salom. Farg'onaga, Andijonga qachon kelasiz? Vodiyga. Zo'r bo'laradi. Taklif bo'lsa boramiz, xudo xolasa. Habib qilyapsizmi? Yo'q. Aeroportdaman ketish uchun kutib o'tirdim. Xo'sh, bizani boshlandi пересадка. Tabiiy ko'zasiz. Bir voykangiz adim xavosim sotim o'shanman. Samarqandga ham boramiz, qanchaga borasiz? Buxoroga. Administratorim bilan bog'lanasiz. Chanchisiz, nera ketib boryapsiz Shohlatga? Kechagi restoran Toshkentda, Xanata restorani. Toshkentga ham salom, Qashqadaryoga ham salom, Amerikadan salom. Meni yonimga kelmasangiz, chiqsiz, Malaxat opa, yaxshimisiz? Vaqtim yo'q edi. Yangi yildan keyin orqaga olib kelaman. Hali o'zingiz ham kelasiz o'xshidi yangi yildan keyin. Siz masalan, istoriya qo'yasiz, boshqalar ham qo'yib bilavlaring bu bildi, tipasiz yetkalagan bu narsaga chiqasiz.
Tushunmadim men, savolingizni tushunmadim. Yechni chiqaraman, menga вообще farqi yo'q. Oxirgi giygan koftam nerdan oldingiz? He, shundan oldin ne, seri svetning palto sifat azim moda-ku. Shuni giysam birisi yozibdi. Neden arzon giyinasiz deb. Neden arzon gidajlar giyasiz deb. Aşı ak koftam neden hoşlaşınıdım köp adam yazdı. Şu koftam ya bo'lsa 200-300 ming so'm tarafında 400 ming emas şu koftam. Lekin men uni o'zimda bor yukkalarim, ichimdagi vajlarim bilan kombinatib qo'shib giydim uni. Bunun oldin giysam mesela arzon narsa edi haqiqatdan. Endi men qimmatam giyinaman, yo'q qilsa arzon. Men bu vajlarni pulini qarab olaman. Men bir do'konga giramandan 5-6 narsa polni olamandan polni opshi pulni berib chiqib ketaman har doim. Bu arzon ekan, yo'q, arzon vaj giymayman. Men buni deb qaramman. Giyim odamni bezamaydi, odam giyimni bezaydi. Zato yarashtirib bilish kerak hamma giygan giyimni. Ham yana bir narsa, hamma narsani pul bilan o'lchaydigan odam, narxini qarab fikr bildiradigan odam eng arzon va eng kambag'al odam deb hisoblayman men. Shunda men aytibman, havne uchun men shuning deb o'ylayman. Hatto men 50 ming so'm futbolka giysam ham men yarashtirib giyib bilaman. Men shunda o'zimni his etaman. Va o'zimga yarashadigan giyimni bilaman avvalambor. O'zimga yarashadigan narsani bilaman. Men o'zimni stilim bor, men o'zimni didim bor. Bu didime mesela 50 ming so'm futbolka yarashib turgan bo'lsa, yo'q, 50 ming so'm bu jillaman, miyadamman, men olib kiyaveraman. Mesela 100 ming so'mmi, 50 ming so'mmi, belki u 100-500 dollar bo'lsa ham olib kiyaman agar u narsa menga yoqsa. Bir narsa menga yoqsa, men uni masalandan o'tiribman bu narsa, o yo'q, qimmat ekan deyman. Sarvar shu bankani? Shu banka. Barimizmi kersakka? Rabbimdan kuzatib o'tirib. İbi oynaning istadan, oynaning, ilohim Allohim yo'llaringizni oq etsin. Agar doğu bo'lgan bo'lsangiz, ilohim chiroyli, go'zal, yaxshi dil topishib farzandlaringiz bilan yaxshi, chiroyli onalik gashtini surish nasib etsin sizlarga. Hammaga, farzandingizga ham farzand nasib etsin. Meniki deyim, majiko bolalarınız ko'p bo'lsin. O'zimdan ko'p bo'lsin bolalarım. O'zim baxtim gözüm sog' bo'ling, hurmat bilan o'zim. Hamma narsa yarashadi. Yo'q, menga ham yarashmaydigan giyimlar ko'p. Prosta men giyimni, men o'zimni stilim bor, giyimni ko'rganimda menga yarashadi deb olib bilaman. Shuning narsa borda. Bu arzon qimmat degan narsa yo'q. Men zaryadchikimni chemadon asal qilib ketadi senlar. Sal uya borganda chiqadi ichimdan. Ochilmoqda bunday sen. Oldu mu? Çok. Yok, çok iyi. Bu masa giremiyor.